qachondan beri Samarqandda bunaqa uy holi chiqmagandi. 4 xona, полностью полноценный без глухой, yana Ozod Sharqda bivshi xlebzod joyiga mana shunaqa chiroyli bir xonadonimiz chiqdi sizlar uchun samarqandliklar. Obzor qilamiz, ketdik. Bu bo'lyapti bizda zal ko'ryapsiz, mebellar, hamma narsa qo'yilgan, qandirni kattaligini qarang. Uy premium darajada remont qilingan, искусственный камень, katta televizor. Uyimiz juda ham shinam qilingan, полностью parketlar, gilamlar, sagniki, kladovka. Kvartirada kladovka. Qachon ko'ruvdingiz siz oxirgi marta kvartirada kladovkani? Bu uyimizda bor. Bitta bo'lyapti kattalar yotoqxonasi, master spalni. Nima uchun master spalni? O'zini sanuzi bilan biriga, buni qarang. Sanuzi bilan bor. Uyimiz luxury remont qilingan, premium. Ikkita sanuzel разделный. Mana. Remontni ko'rishingiz mumkin. Mehmonlar kelsa, do'stlar, dushmanlar kelsa, wow deydigan uy. Hol. Plus holi ham bor. 4 xona hol. Buni qarang. Bemalol televizor ko'rib o'tirasiz. Bu yerda bo'lyapti kirish joyimiz. Oshxona sizlar uchun. Oshxonani qarang. Mebellari полностью крашенный. Vichkalar qo'yib ketilgan. Yana дополнительный vichka ham qo'yilgan tepadan hid bo'lmasligi uchun. Bu bo'lyapti bizda bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasini ham qarang. Hamma narsasi tayyor, faqat narsani olib kelib yashash kerak bu yerda. Tamom. Kattalar yotoqxonasi yana bitta. Qarang, kiring. Maza qilasizmi yo'qmi? Bu yerda ham o'zini sanuzli bor. Marhamat. Ko'rishingiz mumkin. Uyimizni o'zida bitta, ikkita, 3 ta sanuzel. Bunaqa uy Samarqandda holi chiqqani emas, 3 ta sanuzilli uy. 125 kvadrat narxi 165 ming deyapmiz, yana chotki qilamiz. Sizlar uchun eng zo'ri.